Obunachilar maslahat bergan byudjetniy tonalkalarni test qilamiz. Qirib qo'ydim. Tonalkalar hammasi uzundan, narxlarni ekranda qoldiraman. Bizda bor bitta yog'li blinchik, juda ko'p SPF suradi. Ishoning juda ko'p tonalkalar SPF bilan kelishmaydi. Nomer 1. Lux Visajdan CC krem. Krem juda yengil, podsvechивающий. Agar sizga qanaqadir pigmentatsiyani yopish kerak bo'lsa, yopmaydi, lekin terda juda chiroyli va juda yengil turar ekan. Bitta katta lekini bor. Bu men 7-8 soat yurganimdan keyin. To'g'risi, nega buncha maqtovlar bor bunga tushunmadim. O'ylaymanki, quruq terida o'zini yaxshi tutadi. Meni yog'li terimni вообще ko'tara olmadi. Ikkinchisi Lux Visajdan Aqua Veil. Тоже super yengil, juda chiroyli yotadi. Bunga вообще pretenziya yo'q. Lekin xuddi shunaqa 7-8 soatdan keyin uzun tushishini. O'ylaymanki, ikkalasi ham yog'li teriga mo'ljallanmagan bo'lsa ham, quruq teriga yoqadi. Eveline Wonder Match degani, bunisi matavayroq. Buni muammosi menga juda yotish yoqmadi. Srazu poralarni bekitish o'rniga yaxshigina sezdirdi. Lekin kuni bilan yurganimdan keyin ham pokritие hech qatga qimirlamay, o'zini akkuratno tutdi. Oxirgisi Olidan Skin Perfection. Слушайте, buni yotishi srazu yoqdi. Lekin kun davomida kuni bilan yurganimdan keyin sezdimki, ozgina marshinkalarimga tushib ketdi, skladkalarimga tushib ketdi. Prinsipi yomon emas. O'ylaymanki, bu ham yog'li terini super ko'tara olmasa kerak. Kommentda fikringizni aytib keting va albatta baho berib keting.